Biologiya bu butun borliq, inson, o'simlik va hayvonot dunyosi. Hayotni to'liq tushunish uchun biologiyani albatta o'rganish kerak. Men Inomjon Donayev 7 yildan beri biologiya fanidan o'quvchilarga saboq berib kelaman. Biologiyani faqat kitobdan o'qib, yod olish yetarli emas, organizmni tushunish uchun uni ko'rib, sinab, amalda o'rganish zarur. Shuning uchun darslarimda laboratoriya ishlari va amaliy mashg'ulotlarga alohida e'tibor qarataman. Farzandingiz shifokor bo'lishni istaysizmi? Demak, uning kelajakdagi tayanch fanlari biologiya va kimyo, bu fanlarni amaliy mashg'ulotlar orqali o'rganish esa bolada kuchli poydevor shakllantiradi. Ammo biologiya faqat shifokor bo'lish uchungina o'rganilmaydi. Har bir inson kasbidan qat'iy nazar o'z tanasi haqida fundamental bilimga ega bo'lishi kerak. Yurak qanday ishlashini, qon aylanishini, immunitet qanday hosil bo'lishini bilish bu hammamiz uchun kundalik hayotda zarur. Shogirdlarim orasida biologiya olimpiada sovrindorlari, tibbiyot institutlariga grant asosida qabul qilganlar ham yetarli. Bu yutuqlar menga yana ham kuch beradi va ko'proq mehnat qilishimga undaydi. Maktab o'quvchilari orasida bo'lajak shifokorlarni kashf qilish uchun amaliy mashg'ulotlarga kuchli e'tibor qaratamiz. Biologiyani hayot bilan bog'lab, amaliy mashg'ulotlar bilan o'rganish bo'lajak Ibn Sinolarni kashf qilishiga ishonamiz. Jahon School. Salohiyatni kashf etamiz.